Assalomu alaykum obunachilar. Biz sizlar bilan bugun Bo'risimonlar oilasiga mansub bo'lgan avvalgi yillar 10-15-yillarda uy hayvoni sifatida xonakilashtirilgan itlar haqida gaplashamiz. Nechi pul aka buning narxi? 2 million. Yoshi qanaqa? 4 yashar. Stafermi bu? Ha, katovasizdan. Stafer. Amerikanskiy stafer. 2 million kami qancha buni? Neda sizda? Aro. Nomer 93lik 371 35-24 raqamiga telefon qilib olsalaring bo'laver ekan. Bu. Buni. Xo'p, bu itimiz cho'pon ekan. Narxi qanaqa buni? 1 million. Yoshi qanaqa? 1,5. Yoshi 1,5 yosh. Erkak-a? Holati zo'r. Telefon nomerni aytasanmi? Nechilik? Sekin. 90lik 630 45-85 raqamiga telefon qilib olsalaring bo'laver. Alabay. Zoti alabay, jinsi urg'ochi. Yoshi qanaqa edi aka buni? Yoshi 8 oylik. Xo'p, narx qanaqa qo'yamiz? 2,5 million. 2,5 million. Kamichi? 3 million qo'yib Ha, kamichi? Men bilasiz, doim kamini so'raymiz. 2,5 million kami bor. Xo'p, bundan tashqari yana itlar bor, ha? Bo'ldi. Ikkingisini ko'rsatib o'tamiz. Turg'izamizmi aka? Kuchli bor. Bo'ldi, buni turg'izamiz aka. Tur. Xo'p, yoshi qanaqa aka buni? Yoshi 3 yosh. 3 yosh, alabay. Ha. Alabay. Alabay. Qirg'izga alabay gibrid. Xo'p, yoshi 3 yosh. Narxi qanaqa? Narxi 1 million kamaytirib beramiz. 1 million kami bor. Necha pul bilan bitadi ish? Hayvonlarga ham juda zo'r narsa 2-3 marta urishgan. Xo'p, necha pul bilan bitadi ish? Oxiri 800. Oxir 800. Undan kami yo'q. Xo'p, jinsi erkak. Erkak, holati yaxshi. Bu itimiz zot qanaqa edi aka? Turkmenskiy alabay. Xo'p, yoshi qanaqa buni? 9-10 oylik bo'lishi kerak. 9-10 oylik atrofida. Xo'p, jinsi erkak. Narxi qanaqa? 1 million. 1 million. Kamichi? Bu ham 800. Bu ham 800 ming. Telefon nomerni aytib o'tamizmi endi? Ayting. 90 deydi. Ana bo'lmasam, o'zlarining nomerini bilishmas ekan. 90 nechilik? Tak. Akalar mendan Daberman so'rashyapti. Mana Daberman kuchugimiz. Xo'p, jinsi urg'ochi ekan. Erkak ham bormi aka? Ikkita urg'ochi. Narxi qanaqa aka buni? 1,5 million. Yoshi 3 oylik. Kami qancha aka bulardi? Aytib o'tamiz kamini. 1,5 million bo'lsa 1 million 300 lar bilan it bitadi. $100 1 million 300 bilan ish bitadi. Daberman holatlari zo'r. Qulog'ida jichi ishlaring bor. Kesib, gips qilsalaring holati yaxshi. 99lik 371 88 50 raqamlariga telefon qilib olsalaring bo'lar ekan bemalol. Yana bormi bulardan? Topsak bo'ladimi? Yana bor ekan bundan tashqari. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Xo'p, dekorativniy so'ragan odamlar bor edi, mana juda zo'r. Bo'yi ham katta bo'lmaydi. 30-35 sm atrofida bo'ladi. Juda holatlari yaxshi. Erkak urg'ochi bor. Xo'p, bular narxi $100. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Rasa podarka bor. Telefon nomer 93lik 242 1120 raqamiga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Bo'ldi. Bo'lsa ekan. Qirg'iz kuchugi so'raganlar bor ekan. Xo'p, ikkita erkak, yoshlari 2,5 oylik. Narxlarini 1,5 million so'm kami bor deyapti. $100 atrofida ish bitadi. Holatlarni ko'rib tursa juda zo'r. Ikkalasi ham erkak ekan. Xo'p, bunisi ham bor. Mana buni ham holatini ko'rsa olsalaring ham bo'ladi. Erkak 2,5 oylik. Holatlari yaxshi, privkalari bo'ldi, videolari ham bor, qo'yib o'tamiz. Holati zo'r. Telefon nomer
93lik 645 61 60 raqamlariga telefon qilib olsalaring bo'laverar ekan. Holati zo'r. Xazaskiy zotidagi kuchuklar ekan. Ikkita urg'ochi. Yosh qanaqa ekan ularni? 1,5 oylik holatiga, 1,5 oylik holatiga yaxshi, kattaligi, feslari ham yaxshi. Narx qancha buni? Kamichi aka, bo'lishimi yo'q? 150 ming so'mdan aloqaga chiqib olsalaring bo'lar ekan. Nomerlarni aytib o'tamiz. Nomer, telefon nomeri. 91lik 110 66 21 raqamlariga telefon qilib olsalaring bo'lar ekan. Holati zo'r. Shu kuchugimiz bor ekan, zoti alabay. Toza qonli alabay basharalaridan ham, oyoqlar, lapkalaridan ham bo'lsalaring bo'ladi. Xo'p, aka, buni yoshi qanaqa? 28 kunlik. Xo'p, jinsi erkak-a? Erkak. Holatini ko'rib turibsizlar, o'ta go'zal holatda. Lapalariga ham ahamiyat beraverasizlar. Xo'p. Narxi qanaqa aka buni? 2 million ozgina o'tdi. 2 million kami bor. Kami qancha? Kelishtirib beramiz. Bizni nomimizdan chiqsalaring kelishtirib berishadi. Telefon nomeri aka? 88lik 665 54 55 raqamiga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Holati zo'r. Ota-onasi ma'lum, keltirib ko'rsatib berilaveradi. Olgani kelganlaringda ham ota-onasini ko'rib, holatlarini ko'rib bemalol olsalaring bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buni zoti qanaqa edi? Zolotaya shinshila zotidagi mushukcha ekan. Narxi qanaqa buni? Holati zo'r, 300 dollar ekan. Kami yo'q deyishyapti, kamaytirib berishadi. Xo'p. Yoshi qanaqa buni? Yoshi 2,5 oylik. Holati zo'r ekan, menga yoqdi. Baxmoqqina. Bitta g'ijim chiqadigan mushuk ekan. Lekin katta bo'lsa yaxshi ekan. Xo'p, bu mushukchamizni qaraylik, kichkinaligini. Xo'p, podarkaga rosa bo'lib ekan. Narxi qanaqa buni? Buni ham narxi 300 dollar ekan. Erkakmi urg'ochimi bu? Bu urg'ochisi ekan. Buni zoti qanaqa? Bu ham zolotaya shinshila ekan. Holatdan ko'rib turibsizlar, zo'r ekan. Baxmoqqina. Chiroyli. Boqaman deganlarga. Ha, quturishga qarshi bo'lmay emlanyapti. Ko'rsalaring bo'laveradi. Topdimda buni. Bo'ldi. Hammitlar birma-bir emlanyapti mana. Ha, jarayonlar ketyapti. Emlandi bu ham. Bu ham emlandi.